inglizchaga tilim kelishmaydi-da, shuning uchun sal talaffuzim neto. Shokolad. Shokoladni bunga quysa, bu bunaqa plitka shokolad qilib berar ekan o'zbek tilida. Mana bu narsadan ana hisob tok ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu suvli tegirmon desa ham bo'ladi. Suv quyiladi, bundan mana uni vazifasini bajarib beradi. Bu narsa generatsiya, motor. Shu narsalar. Chiqamiz bu yerdan. Xo'sh. Bo'ldi. Endi bizlar uxlab olgandik, adashmasam. Endi bog' qilamiz. Shuncha narsamiz bo'ldi zax. Hammasini ekamiz. Daraxtni ham ekib ko'raygan. Kerak emas zabiya qo'yib qo'yamiz. Yonboshi bitta tomoni masalan buta bo'ladi, qisqasi. Bir har xil bir qator qilib o'zimiz yurish. Daraxtni qaytamiz. Mana bittasini ekik. To'xtay. Va klaviatura almashtirishim kerak do'stlar. Ikkita ekildi. Bu mevali daraxt. Mana meva beradi. Buning uchun pishish kerak bu. Bo'ldi. Mevalar bor. Endi mevadan g'am yo'q. Ovqat bor. Bo'lmasa ham bor. Zomini go'sht bizga kerak emas-ku. Qo'yib qo'yaylik. So'rab qoladi bir xillari lekin. Onasini ham pishirishimiz kerak. Ham pishadi. Mana qarasa mana. Bundan boya ko'rsatgan edim. Mana narsa paydo bo'ldi hozir bizlarda. Error. Biz bundan mana narsani yasaymiz. Buni qanday yasaymiz? Yo'q, bundan yasaymiz. Bundan bilmayman nima yasaydi. Lekin kerak bo'ladi ham. So'rab qolar har zaman. Tek narsalar. Biz temir kisok bilan andazit qilsak mana narsa paydo bo'lar ekan. Andazitimiz bor, temir kisogimiz ham bor. Pishib tursin. Andazitimiz qani? Mana. Ko'p narsa yasamaymiz-ku. Ikkitasini qo'yib turaylik. Keyin mana. Bunday qilsak, mana. Mana shu narsani yasasak bo'ladi. 9 ta oldik. Hammasi olamiz. Qarasaymiz. Bitta yasanamiz. Bitta yasarik. Naqlamiz bilmayman. Bir naqlamiz. Yasaversak bo'ladi. Buni birga qo'yib tashlaymiz. Bo'ldi. Nega bu raqamli? To'xtab tur. Cho'ta neto. Ikkita andazit kerak ekan. To'xta. Bu faqat temir shart emas ekan-ku. Mana narsa nima? Voy. Bu temir. Ay. Shuncha temir jalga ketdi shuninglar. Bilmasdim, hozir ko'rdim. Mana narsadan ham qilsa bo'lar ekan bu narsani. Mashina yordamida ham qilsa bo'ladi ekan. Mana. Bu qo'yiladi. Bunday qilib. Bunda olinadi. Bo'ldi. Shuni andazit desaymiz endi. Temir
temirni isrof qilmaylik. Ikkita temirimiz qoldi. Dedim, vay, bana babam. Neda, inventor ochib qo'yapti. Qo'yamiz. 6 ta temirimiz jalka ketdi, gapni qisqasi. Endi biz nima qilamiz? Hech narsa qila olmaymiz. Bunga qarasak, mevalarimiz pishmabdi. Daraxtda o'sish niyati yo'q o'xshayapti. Yo'q. Yaqin 1-2 kunda o'smasa kerak u. Bizlar yotoq. Kamtargina, kichkinagina. Sandiqlarimiz, pechkalarimiz. Ya mana bu narsa. Boshqa esimdan chiqib ketibdi. Mana bu narsa, короче, ana bo'ladimi deydi. Crafted table'midi. Shunga o'xshash narsa bo'ladi. Ish stoli. Hamma narsa mana shu orqali yasaymiz. Create modda yana ana narsa bor. Shu mana shu create anaga o'xshagan. Create table'ga o'xshagan narsa bor bu yerda. Qanday edi? Mana. Bu create table'ga o'xshagan narsa. Bundan nimalar qilsa bo'ladi degan savolga javob hamma narsa. Ana shu create table nima qilsa hammasi mana shu ham qiladi. 1 daqiqa hozir. Telefon qilib qoldi. So'x telefon qilyapti. Alo. Qanday? Oh. Telefon ko'rsin, ko'rayotgandim. Davay mayli. Uzr do'stlar, hozir jigarim telefon qilib qoldi. Dishi bir yaxshi do'stim bor, o'sha telefon qilib qoldi. Xo'sh, bizlar yana bu narsa bilan ko'p narsa qilib mana olov gaz sifatini o'tab beradi. Bu narsani lekin qanday men yoqishni bilmayman. Shu vaqtgacha ham bilmagandim, bundan keyin nima qilsa bilmayman. O narsani yasashni bilaman, ichida ham odamchasi bor, gazchasi. O'shani qanday qo'yish bilmayman. Qanaqa sharbatmi, bir nima yasaygan. Mana bu narsani yasashimiz uchun bizlar redstone topishimiz kerak. Birinchi o'rinda keyin mana narsa. Bu narsani topish oson, faqat redstone qiyin. Eng qiyini mana shu redstone. Juda ham ko'p kerak bo'ladi. Keyin biz mana narsani yasamasak ham bo'lmaydi. Bu narsani hammasini topa olamiz. Bitta mana shu narsani topa olmaymiz. Topsa bo'ladi, juda ham qiyin-da. 20 ta, 30 ta yasashimiz kerak mana shuni. O'sha mana lampochkadan 20 ta, 30 ta lampochka kerak bo'ladi. Elektrod tabi degan narsadan ko'p kerak bo'ladi. Redstone, mana bunaqa narsalar, temir, kalchisi juda ko'p narsa kerak bo'ladi bizlarga. Xo'sh. Bizlar nima qilamiz dedik? Hozir 1 daqiqa. Kalchi hozir endi bitta aniqlaylik. Agrodcha yasaymiz. Bizga har xil bu o'yinda bizlarda yana anavi bor. Taxta yuksak bo'ladi, joy yuksak bo'ladi. Hayot nima bo'lsa hammasi yuksak bo'ladi. Hamma urug'larni nimaligini necha yozganda bu yerda. Sen önce tushunmay tan olaman. Tarjima qilib bugun pishsa ekaman, pishgandan keyin aytaman. Javob qo'ydik. Har xil urug' chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Degani o'tirib bo'lgani uchun
joy yetmayotgan ekan, o'smayotgan bo'lishi mumkin. Mana 85 urug'. Xilma-xil urug'larimiz. Endi biz buni ekishimiz kerak. Ekishimiz uchun anaqa ketmacha yasashimiz kerak. Ketmonchani toshdan yasaymiz. Hop. O ketmoncha bo'ladi. O'zimiz dastyorcha. Bo'ldi. Endi biz buni qaramay qilamiz. Bu yerga qo'yamiz, bu yerga qo'yamiz. Bularni bu yoqqa jo'natamiz. Bu bug'doy, o'zimiz oddiy bug'doy. Hozir birinchi o'rin g'araybotlarni ekamiz, keyin bug'doyni ekamiz. Bizimizdan chetga bo'ladi ya. Shu yerdan boshlaymiz. Adashdik. Buni bu yoqqa olishimiz kerak ekan. Voy, ana shunisi yomonda. Mana. Ne qilamiz? 3 1 2 3 voy 3 mana. Nimaga bilmayman, lekin bularni. Bitta ikkitasini bilaman. Bu bilmayman nima. Baqlajonniki menimcha rangi o'xshaydi ekan. Endi mana bu yerda urug'larimiz ko'p ekan-ku. Birinchisi bo'ldi. Ifqa. Bug'doy do'stlar. Hozir bu ekan bug'doy qolganini pishgandan keyin ko'ramiz. Bu yerda paxta ham bor. Bug'doyimizga bor. Bu yer bitta sakrasak yana buziladi. Bu mana do'stlar, qarang, mevalarimiz pishyapti уже. Mana bu qulupnaymi, nimadir pishdi. Hammasi pishsin, keyin yig'ib olamiz. Mana shu ikkalasi ham pishsa yaxshi bo'ladi. Огород qildik. Endi bizlarga joy qo'yamiz. Kiramiz. Buni joyiga yeguliklarni joyiga qo'yamiz. Bunday qilib buni joyiga qo'yib, tak mana. Xo'sh. Hozir sizlarga bugungi qilgan ishlarimizni ko'rsatib chiqaman. Birinchi mana bu yerda tozaladik. Bu ishga kirmaydi desa ham bo'ladi. Ikkinchi ishimiz mana yerdan kichkinagina mevali bog'cha. Bu yerda огород qildik. Ertangi safar pishadi. Buni men sizlarga ko'rsataman. Bu mana mevalarimiz, daraxtlarimiz. Buni ham pishsa hali ko'rsataman. Yana videogacha pishib qoladi degan umiddaman. Xo'sh. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga kattakon rahmat. Har doimgidek kommentga o'z izohlaringizni yozingizlar. Like bossa, obuna bosingizlar, shunaqa qiziq videolarda chiqadi. Hali bu video juda ham davomi ko'p bo'ladi.
keyingi qismi chiqishi uchun yana har doimgidek kechagi gap, like va kommentda aktiv bo'lsalaring keyingi video yana chiqadi. Xayr, salomat bo'linglar.